Shu videoni ko'rmasdan uylarga to'q rangli emulsiyadan foydalanmaydi. Hozirda dizaynerlarimiz to'q ranglardan ko'p foydalanishyapti. Bu juda ham yaxshi. Lekin degan joyi bor. Ayrim dizaynerlar o'zini ishini chiroyli ko'rsatishga maqsadda effektlar juda ko'p programma effektlarni qo'shyapti. Bu telefon orqali yoki kompyuter orqali juda yaxshi ko'rinadi, lekin uni mijozning uyiga borganda bu narsa kutganidek chiqmaydi. Misol uchun, qilinayotgan rangli emulsiyalar, освещение past yoki balandligi, kirayotgan oynadan kirayotgan nurlar, xonali baland pastligi, katta kichikligi albatta har bir detali rol o'ynaydi. Shu narsaga e'tibor berishinglarni so'rab qolardim. Albatta to'q ranglardan foydalanish kerak, lekin har bir detaliga, har bir nuqtasiga ham e'tibor berishimiz kerak. Iloji boricha o'zi ochiq ranglardan foydalanganimiz yaxshi. Chunki ochiq ranglarimiz xonani katta yorug' ko'rsatadi. Bu приятный, har doim приятный bo'lgan. Bu oldindan hammamiz tan olgan narsamiz. To'q ranglarimiz ham, ochiq ranglarimiz ham albatta Weber showroomlarimizda bor. Sizlarni Weber showroomlarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'linglar.